Gulchehra opa, dori ichmasdan qondagi xolesterinlarni tushirsa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat bu xolesterin darajasiga, yurak-qon tomir xavfiga va boshqa kasalliklar bor yo'qligiga bog'liq. Qondagi xolesterinni tushirishning eng oson usuli bu to'g'ri ovqatlanish, ya'ni ratsiondan trans yog'larni chiqarib yuborish. Margarin saqlagan, shirinliklar, pishiriqlar, fast foodlar bularning barchasi qondagi xolesterinni ko'tarishga sabab bo'ladi. Keyingisi ratsionda kletchatkali taomlarni ko'paytirish. Sababi kletchatkali taomlar xolesterinni o'ziga biriktirib, tashqariga olib chiqib ketadi. Va keyingisi ratsionga o'simlik yog'larini qo'shish, ya'ni zaytun, zig'ir, baliq yog'i kabi yog'larni qo'shish. Bu barchasi xolesterinni pasaytirishga yordam beradi. Keyingi eng muhim qoida bu jismoniy faollik, ya'ni kuniga 6000-10 000 qadam yurish qondagi xolesterinni kamaytirishga sabab bo'ladi. Lekin xolesterin har doim ham yomon bo'lavermaydi. Qon analizidagi umumiy xolesteringa qarab bizda xolesterin ko'p yoki kam deb baholay olmaymiz. Sababi xolesterin ikki xil bo'ladi, ya'ni yaxshi va yomon xolesterin. Agar sizda umumiy xolesterin yomon xolesterin hisobiga oshadigan bo'lsa, unda albatta davolanishga muhtojsiz. Agar sizda yomon xolesterin miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi usullar faqat yordamchi usullar bo'lib, siz albatta mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz qondagi xolesterin miqdorini ishonchli tahlillar orqali aniqlamoqchi bo'lsangiz, Doktor Hasan klinikasiga murojaat qiling.